Do'stlar, bu Niseki Dons biridandir blok bo'ladi. Mana qo'shimcha universal yo'l qo'yib berdik. Buni qo'yib berishdan maqsad Niseki Donslarda ko'pincha istida suv qizib ketishi ehtimoli katta и mashina o'chirgan vaqtida ventilyator to'xtab qoladi. Bu vazifasi relining mashina o'chgan vaqtidan ham kilitni ilgandan keyin ham mashina bitta vaqt qo'shib yoqib turadi. Ya'ni ventilyator ishlab turgan vaqtida mashina yoqadi и ventilyator to'xtagandan keyin avtomatik mashina o'zi o'chiradi. Buni taklishdan aytamiz. Bu yerda o'zining relasi bo'ladi. Relimizda postoyanniy plus berdik. 87 yaqin 30 gacha zamokka chiqib ketuvchi tokni taqdik. 85 massa, bu yerda o'zida massa bor. 86 narsa bu yerda ventilyatorda relis, ya'ni shunda turgan vaqtida bu ventilyator relis bo'ladi. Shuni 87 yaqindan tok oldik religa va qo'yib berdik. Shu bilan mashina ventilyator ishlagan vaqtida o'chmay turadi. Siz kilitni so'rsangiz ham keyin o'zi ventilyator sovuq mashina to'xtagandan keyin avtomatik o'chadi. Va qo'shimcha bu yerga o'rtalikdan ключатор qo'yib bersangiz, xohlagan vaqtida qo'shib, xohlagan vaqtida ajratish imkoniyatini beradi.